Assalomu alaykum. Bu video orqali sizlar bilan yana bir bor salomlashib turganimdan xursandman. Bu videomiz Green Card lotereyasini ikkinchi bo'limi hisoblanadi. Bu videoda Green Card lotereyasi haqida yanada kengroq ma'lumotlar berib o'tmoqchiman. Green Card lotereyasini g'olibiga aylanish uchun qanday harakatlar bizning qo'limizda bor? Anketa to'ldirishda nimalarga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi va Green Card bizni qo'limizga tegishi uchun nimalarni bilishimiz kerak, nimalarga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Shular haqida ozroq ma'lumotlar berib o'tmoqchiman. Demak, biz hali ro'yxatdan o'tmagan bo'lsak, bu yerda lotereyani ofitsional saytiga kiramiz va bu yerda biz albatta e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan narsa bu Green Card lotereyasini instruksiyasi. Buni albatta o'qib chiqishligimiz kerak bo'ladi. Agar o'qimagan bo'lsangiz, o'qishingizni tavsiya qilaman va o'qishlikni shart deb o'ylayman. Bu yerga kirganingizda ingliz tilidagi instruksiya bu yerda tarjimasi bor. Demak, bizga kerak bo'lgan tilni tanlaymiz, o'zbek tili. Buni bosganimizda kompyuterimizga yuklab olinadi. Buni bosamiz. Oldingi videoda ko'rsatib o'tganman. Menda yuklab olingan, shuning uchun yana yuklaysanmi deb programma mendan so'rayapti. Demak, yuklab olganimizdan so'ng yuklangan joydan instruksiyani PDF formatida instruksiya PDF reader bo'lishligi kerak sizda va ingliz tilida yana video qo'llanma ham bor bu yerda. Agar sizda Windows 10 bo'lsa, bu yerda PDF formatini Explorer o'zi o'qiydi. 28 sahifadan iborat deyapti. Hammasini bo'lmasa ham bir chekkadan o'zi kerakli joylarni tanlab o'qib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun mana to'ldirish haqida men ma'lumotlar berib o'tdim. Bu yerni o'qimasdan o'tkazib yuborishingiz ham mumkin bo'ladi. Lotereya g'olibi bo'lish uchun nimalarga e'tibor berish kerak ko'proq? Lotereya g'olibi bo'lish uchun ko'proq rasmga, fotosuratga e'tibor berishlik kerak bo'ladi. Aytishlaricha, bizda lotereya anketalarimizni kompyuter tekshirar ekan va kompyuter tekshirganda birinchi bo'lib e'tiborni suratlarga qaratar ekan. Ya'ni agar rasm talab qilingandek bo'lsa, demak sizniki keyin boshqa ma'lumotlarga o'tib, ular lotereya orqali tanlab olinar ekan. Demak, rasmni talablarini ko'rib chiqish uchun bu yerda Photo Tool bo'limiga o'tamiz. Buni bosganimizdan so'ng mana bu sahifa ochiladi. Bu yerda ingliz tilida bir nimalarni tushuntiryapti, ya'ni fotosuratni talablarini va oldingi videoda ko'rsatib o'tganimdek, bu yerda tayyor fotosuratni obrizat qilib olamiz, chekkalarini qirqib talab qilingan razmerga keltirib olamiz. Bu yerda sal pastroqqa tushganimizda Photo Examples degan yozuv bor. Bu yerga kelsak, bu yerda shu sahifaga o'tkazuvchi havola o'rnatilgan. Buni ustiga bosamiz va bu yerda qanday rasmlar qabul qilinishligi haqida, qanday rasmlar qabul qilinmasligi haqida ma'lumotlar berib ko'rsatib o'tgan. Demak, bu yerdagi rasmlar eng qabul qilinuvchi rasmlar hisoblanadi. E'tibor beradigan bo'lsangiz, hammasini orqasi oppoq va yuzlari tiniq ko'rinib turibdi. Mana shunday suratlar qabul qilinadi. Bu yerda pastroqqa tushsak, bu yerda birinchi bo'lib mana suratni yarqisligi, yorug' qorong'iligi, rangliligi e'tiborga olinadi. Mana bu surat qabul qilinadi. Demak, bu yerda qizil belgi bilan belgilangan suratlar qabul qilinmaydi. Mana bu surat qabul qilinmaydi. Qabul qilinmasligiga sabab bu o'ta qorong'i, qandaydir svet yo'q paytda olingan surat hisoblanadi. Mana bu joyda yozgan. Mana juda qorong'i, to'q deyapti. Va keyingisi bunisi nima deyapti? Rangli, o'ta notabiiy deyapti. Mana bu yerda bunga ham alohida ko'rsatma bergan, ya'ni farzandlar rasmiga ham alohida e'tibor berish kerak ekan. Va bu yerdagi mana talabga muvofiq kelyapti, lekin nima bu yerda desangiz, hozir bu yerda yuzida mana ko'rib turgan bo'lsangiz,
soya bir tomoni yorug', mana bir tomoni qorong'i turibdi va orqa fonda ham soya shundoq to'q ko'rinib turibdi. Soya albatta hamma joyda bo'ladi, lekin mana bunaqangi holatlar qabul qilinmas ekan. Mana bir tomondan quyoshni yorug'lik tushib turibdi, bu tomonni soya qilib to'sib turibdi. Mana bunday holatda ko'zingizni ichi rangi ko'rinmaydigan holatdagi ko'zoynaklar qabul qilinmaydi. Va mana bunaqangi ko'zingizni bilintirib turadigan ochiq ko'zoynaklar qabul qilinadi deyilyapti. Lekin qayerdadir o'qidim, ko'zoynak mana shu joyga yozib qo'yibdi. 1-noyabrdan keyin ko'zoynaklar qabul qilinmaydi deyapti. Demak, ko'zoynakni yechib tushganingiz ma'qul ekan. Razmer, joylashish razmeri mana bu holat eng qabul qilinuvchi holat hisoblanadi. O'ng tomondan, chap tomondan, tepa pastdan, o'rtada markazda turgan asosan yuz hisoblanadi. Mana bunday holatdagi rasmlar qabul qilinmaydi. Bu ko'rsatib o'tganim o'sha yuzni ramkasiga to'g'ri kelmaydi va o'ta juda yaqin. Va bunaqangi qiyshayib tushib qolgan rasmlar to'g'ri kelmaydi va mana bu juda uzoqda olingan rasmlar ham to'g'ri kelmaydi. Kallasi juda ham kichkina, ko'zlari umuman ko'rinmaydigan uzoqda. Demak, keyingisi mana bu rasm qabul qilinmaydi. Chunki shu olib ketgan, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, na yuzi, na ko'zi tiniq ko'rinmayapti. Hatto mana bu joylar ham o'ta darajada xira. Bunaqangi xira olingan rasmlar ham qabul qilinmas ekan. Bu mana pikseli sifati o'ta darajada past, bijil-bijil bo'lib ketgan. Mana bu suratda ham rasmga olayotganda qimillab ketganmi, shunaqangi shu olib ketgan. Mana bunday rasmlar ham qabul qilinmas ekan. Qabul qilinmasligiga sabab rasm o'zi kichkina va bu yerda mana bu o'lchov belgilari bor. Shu sababli bu surat qabul qilinmayapti. Mana bu surat qabul qilinmagan, lekin bu abrizat qilinmagan bitta surat qo'yilgan va orqasiga orqa fonni qo'yib, mana bu joylarni ko'rsangiz, kallasini qiysham-misha qilib qirqib olgan. Mana quloq orqalari, mana bu rasm to'g'ri kelar ekan, tabiiy va yana to'g'ri kelmaydigan rasm mana bu yerda kallasini uzaytirib qo'ygan, tabiiy holati o'zgartirilgan. Garki ko'rinib turibdi nima qilinganligi va effekt berilgan, mana ko'zi qizarib qolgan. Bunaqa rasmlar ham qabul qilinmaydi. Pastga qarab olgan rasmlar ham qabul qilinmaydi mana bunaqangi ko'rinishda va kulib turgan, oshiqcha kulib yuzini ko'rinishini o'zgartirgan. Tabiiy holatda emas, deyapti bu yerda. Salgina jilmayib turishlik mumkin, lekin bu darajada og'zini katta ochib kulib turishlik qabul qilinmaydi. Bu yerda mana osmonga qarab qolgan, bu rasm ham qabul qilinmaydi. Bu kallasini qiyshaytirib olgan, bu yerda ko'zini yumib qolgan. Bunaqangi rasmlar qabul qilinmas ekan. Endi mana bosh kiyim haqida, agar bosh kiyim shunchaki bezak uchun yoki boshqa holatlar uchun shapkalar kiyiladigan rasmlar qabul qilinmaydi. Agar diniy, mana misol uchun musulmonlarda ro'mol o'rashlik diniy hisoblanadi va boshqa misol yahudiylar ham do'ppi kiyib olishadi. Mana shunaqangi holatlar qabul qilinadi, lekin unda ham mana bunaqangi yuzini ko'rsatib turgan bo'lishligi kerak. Ro'moli bor, lekin mana yuzi hamma qismi ko'rinyapti. Mana bu holatdagi rasmlar qabul qilinmaydi. Mana ko'zlarini chekkalari yopilib qolgan. Qabul qilinmaydi. Ozgina ochib olish kerak mana joylarini. Kichkina bolalarni rasmga olishda e'tibor berish kerak ekan. Mana shunaqangi oq joyga yotkizib olasiz, lekin og'zida so'ska so'rg'ichi bo'lmasligi kerak ekan. Bu ayolni sharf oldiga tutib olganligi mana yuzini bekitib qolgan. Shu sababdan bu qabul qilinmagan. Mana bu yerda mana shapka, boshingizga shapka kiyib olishligingiz qabul qilinmas ekan. Faqat diniy yoki qandaydir milliy hisoblangan bosh kiyimlari qabul qilinar ekan. Va bu yerda ayollarga tegishli bo'lgan yuzini bekitib olgan, sochi yuzini to'sib qolgan suratlari faqat mana shu holatda emas, bundan ko'ra sal ochiqroq bo'lsa ham qabul qilinmaydi.
albatta sochiga e'tibor berishligi kerak. Yuzini hech narsa to'sib qolmagan bo'lishi kerak. Bu yerda orqa fon e'tiborda tutilyapti. Mana shunaqangi oppoq orqa fonda olingan rasmlar qabul qilinadi. Mana bu joyda orqasi mana oppoq, lekin bu yerda g'ish bor. Hozir buni tarjimondan ko'ramiz. Not plain. Plain nima? Demak, orqa fon tekis emas. Devoringiz oppoq bo'lsa ham so'z bo'ladi, lekin mana bu g'isht o'rinlari borligi sabab bu rasm qabul qilinmayapti. Va bu yerda oq emas deyapti. yoki oq o'chirilgan deyapti. Xullas, orqa fon oq bo'lishligi shart. Mana bunaqangi holatlarda ham qabul qilinmas ekan, orqasi oyna bo'lgan. Xullas, orqada nima bo'lishidan qat'iy nazar oppoq top-toza fon bo'lmasa, surat qabul qilinmas ekan. Asosan shuni bilib olishimiz kerak. Mana bu ayolning surati ham qabul qilingan ekan. Demak, e'tibor beradigan bo'lsak, bu oppoqqina devorda tushgan, mana devorligi bilinyapti. Hech qanaqangi gul, chiziq, boshqa narsa yo'q bu yerda. Va yosh bolalarimiz rasmga olayotganda albatta e'tibor berish kerak ekan. Qo'l bilan ushlab mana qilib rasmga olish kerak emas. Bu yerda ham yuzini to'sib qolgan, uning ustiga orqa fon mana onasi yoki kimdir bunaqangi holatda yoki boshqacha holatda ushlab turishligi mumkin emas. Ya'ni agar bola o'zi o'tira olmaydigan holatda bo'lsa, unda shunday yerga oppoq chashapti, oppoq bir narsani tashlasizda, bolani yotqizib, to'g'ri keladigan holatda siraz rasmga olinadi. Yoki o'tirgizib turib, o'sha orqa foni oppoq holatda bo'lishligi kerak. Endi bolalarga alohida bo'lim ajratilgan ekan, mana kichkina o'tira olmaydigan mana bolalar, misol mana kallasi qiyshayibroq tushgan, boshqa bo'lgan, lekin qabul qilingan. Ya'ni razmeri to'g'ri kelgan, sentrda turibdi, boshi tepadan, ikki yonboshdan. Orqa fon oppoq. Mana bu rasm qabul qilinmayapti. Nimaga? To'q olingan ekan. Sochlari yuzidan to'sib qolyapti. Hozir ko'ramiz. Sochlarini soyasi yuziga tushib qolgan. Shunaqa holatlar ham qabul qilinmas ekan. Bu yerda qandaydir to'q qorong'u qilib qo'yapti, lekin menimcha mana shu joylari sochi soya tushib qolgan. Uyda olgan bo'lsa, tepadan svet yoniq bo'lsa, sochini soyasi yuziga tushib qolgan. Mana bu joylari turibdi. Demak, shu sababdan qabul qilinmagan. Mana bu bolani rasmi qabul qilingan. Shiringina tabiiy holatda, misol yig'layotgan, kulayotgan, boshqa emas. To'g'riga qarab nimadandir xafa, lekin qabul qilingan. Yuzini holati o'zgarmagan. Va yonboshga qarab qolgan rasmlar qabul qilinmas ekan. Mana shu holatlarda rasmga olish kerak ekan. Har xil yuzini o'zgartirilgan holatlari qabul qilinmas ekan. Mana bu joyda yotqizib qo'ygan yerga yo'q. Menimcha orqasida odam bor-u, shu chashab to'sib turib ushlab turgan. Mana shu rasm ham qabul qilinar ekan. Mana yuzini to'sib olgan. Albatta e'tibor berish kerak bunaqa holatlarga. Bu yerda kamera ham shuvalib ketgan deyapti. Keyin oq emas, orqasi foni oq bo'lmagan deyapti. Demak, mana shu holatlarda bo'lgan rasmlar ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz ham sizga javobini, sizga o'sha tekshirish kodini beradigan oyna ochilgan taqdirda ham mana shunaqangi holatdagi rasmlaringiz qabul qilinmasdan sizga green card lotereyasi yutug'i chiqishligiga to'siq qiladigan shunaqangi holatlarni albatta e'tiborga olib qo'yishingiz kerak. Demak, asosiy e'tiborni rasmga qaratganimizdan so'ng uni o'lchamlarini aytib o'tgan edik. Yana bir qator aytib o'tmoqchiman. Demak, pikselga hisoblaganda 600 ga 600 piksel bo'lishligi kerak. Va undan ortiq bo'lishligi kerak. 1200 ga 1200 va kvadratik ko'rinishda bo'lishligi kerak. Rasmni olganingizdan so'ng albatta mana shu joyda uni tekshirib oling. Bu yerga to'g'ri kelsa, demak sizning rasmingiz 100% talabga javob beradi.
Mana bu joyda albatta tekshirib oling. O'tgan videoda ko'rsatib o'tgandim. Agar ko'rgan bo'lsangiz, mana shu joyda qirqib olgan rasmingiz albatta anketaga qo'yganingizda to'g'ri keladi. Razmer jihatdan hamma tomonlama to'g'ri keladi va buni piksellari va boshqa ma'lumotlarni bu yerdan ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, rasmni rangi 24 bit bo'lishligi kerak ekan. Rasmga olayotganda sozlamalarga qarab 24 bitda qilib olishligingiz kerak bo'lar ekan. Suratni men aytgan joyda abrezit qilib oladigan bo'lsangiz, u yerdan o'zi 600 ga 600 pikselda tayyor bo'ladi. Hammasini to'g'ri bajardik. Rasmni talab qilingan shartlarini hammasini bajardik. Anketalarni to'g'ri to'ldirdik. Demak, anketani yuborganimizdan so'ng tekshirish vaqti kelganda, ya'ni 3-may kuni birga tekshiramiz. Albatta yutuq chiqishini so'rab va mana shu qo'llanmani o'qib chiqishingizni maslahat beraman. Bu yerda juda ko'p ma'lumotlar olishingiz mumkin bo'ladi. Mana misol uchun sizga Green Card lotereyasida yutuq chiqdi va siz AQSh departamentini talablariga javob berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni sizni ma'lumotingiz yozilishicha 11 yil o'qigan bo'lishingiz kerak ekan. Ya'ni maktabni tamomlagan va kollejni bitirgan bo'lishingiz kerak ekan. Ya'ni qandaydir o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, o'qishga yoki ishga kirmoqchi bo'lsangiz, ishga kiradigan darajada bo'lishingiz kerak ekan. Va ishda tajribasi bo'lishi kerak ekan. Maxsus kasblar egasi bo'lishingiz kerak ekan. O'sha kasbingiz bo'yicha 2 yillik tajribangiz bo'lishligi kerak ekan. Bu narsalar nimaga kerak desiz? Siz AQShga, ya'ni Amerikada yashash huquqini olganingizdan so'ng u yerda shunchaki yashab qololmaysiz, u yerda ishlashingiz kerak bo'ladi, o'zingiz boqishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni Amerika uchun siz shunchaki boqimanda bo'lib emas, uni iqtisodiyotini rivojlantirish uchun keraksiz ularga. Ya'ni qo'lingizda albatta eng kami 2 yillik mehnat stajiga ega bo'lishingiz kerak. Va bu yerda aytyapti, mana shu Onnet Online degan mehnat departamentini sayt anaqasi ekan. O'sha yerdagi ish sohasi bo'yicha siz sohangiz to'g'ri kelishi kerak ekan. Va yana bu yerda ko'p so'ralgan savollar bo'limini o'qib chiqing. Bu yerda bizni qiziqtirgan savollarga javoblar yozilgan. O'qib chiqing. Albatta, agar tushunmagan joylaringiz bo'lsa, menga yozing. Albatta yordam beraman. Kengroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Va yana bir narsaga e'tiboringizni va yana shu ko'p so'ralgan savollarning ichida eng qiziqtirgan savol deb o'ylayman. Ya'ni agar lotereya dasturida biz vizani oladigan bo'lsak, AQSh hukumati AQShga yetib olishimiz uchun samolyot biletini to'lash va u yerda uy-joy bilan ta'minlashda yordam berish yoki o'rnashib olgunimizgacha tibbiy yordam berami, birorta pul bilan ta'minlab turadimi degan savol bor ekan. Ya'ni men oldin eshitgan edim, agar siz lotereya g'olibi bo'lsangiz, sizni Amerikaga yashash uchun viza beriladi va u yerda sizni ishga kirmoqchi bo'lsangiz, ishga va o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, o'qishga olib kirib qo'yishga yordam beradi deb eshitgan edim kimdandir. Lekin mana shu narsani xatoligini mana shu joyda o'qib bildim, to'g'risini aytsam. O'qish staji, ish staji bor bo'lish kerak degan joylarni bilardim, lekin ular yordam bermaydi ekan, faqat shunchaki
eski vizani berar ekan xolos. Bizdan talab qilinadigan ba'zi narsalar bo'lar ekan. Ya'ni agar vizani qo'lga kiritganimizdan so'ng biz AQShga boqimanda bo'lib qolmaslikni isbotlashimiz kerak bo'lar ekan. Ya'ni o'zimizni qo'limizda pulimiz borligini isbotlaydigan ma'lumot beramiz ekan yoki AQShda yashaydigan birorta qarindoshimiz yoki do'stlarimizni yordam berishligini tasdiqlaydigan formasi bo'lar ekan. I-134 degan forma yoki bo'lmasam AQShda ish beruvchilarni shu taklifnomasi bo'lar ekan. Shunaqangi ma'lumotlarni berishligimiz shart bo'lar ekan. Va yana bizni qiziqtiradigan savollardan, agar green card lotereyasida biz g'olibligimizni bilsak, ya'ni o'sha dastur orqali tekshirib olsak, biz g'olib bo'lganimizni o'sha yerdan biladigan bo'lsak, qandaydir to'lovlar qilishimiz kerak bo'ladimi? Albatta bu ko'pchilikni xayoliga kelgan savol. Vizani to'lovlari mavjud. Agar biz g'olibga aylangan bo'lsak, konsul anaqasiga boramiz, elchixonasiga, AQSh elchixonasiga Toshkentdagi. Bu yerda vizani to'lovlari bo'ladi. O'sha to'lovlarini qilamiz. Taxminan necha pul ketadi deb bitta videoda ko'rgan edim, $1000 ketar ekan deb hisobladim. Plus endi Rossiyani hisobi bo'yicha aytdi menga. Rossiyani hisobi bo'yicha aytdi, $1000 hisobladi. Endi yo'l kira ularda arzonmi? Yo'l kirasi bilan qo'shib aytdi-da. Va qolgan aniq summalarni va qayerda uchrashishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlarni dasturda bizni anketamiz tanlab olingandan so'ng tekshirganimizdan keyin bilib olamiz ekan. Albatta video ishlayman. 3-maydan keyin tekshirishligimiz mumkin bo'ladi. Birgalikda tekshiramiz va yutganlar bo'lsa va albatta g'olibga aylanishingizga tilakdoshman. Va bu shuncha chiqimlari bor ekan deb hafsalada sovutib qolmang. Asosiysi AQShda 5 yil yashash huquqini beradi va 5 yil yashagandan so'ng fuqarolikka ariza topshirsangiz bo'ladi. 5 yil yashaganlarga fuqarolik berish mumkin. Va u yerda 5 yil yashash huquqini beradigan bo'lsa, u yerda bemalol yaxshi oylikka ish topishimiz mumkin bo'ladi. Agar biz lotereya natijalarini bilganimizdan so'ng albatta ingliz tilini o'rganishga harakat qilishimiz kerak. Agar ingliz tilini bilmasak, necha oy bo'lsa ham 3 oymi 4 oymi gaplashishlarni o'rganib olishimiz kerak bo'ladi. Agar niyatingiz qat'iy bo'lsa, hozirdan boshlashligingizni maslahat beraman. Ingliz tili hamma joyda hozir kerak. Faqat Amerikada green card yutib olish uchun emas, o'zingizni hayotingizni ko'p ishlab turadigan til hisoblanib qoldi hozirda. Demak, videoda aytmoqchi bo'lganlarimni aytdim. Hammaga omad tilayman. Video yoqqan bo'lsa, xursandman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.